Bugungi kundagi o'sha oiladagi bo'layotgan ko'p muammolar ham, shikoyatlar ham farzandlarning ustidan bo'lyapti. Bu mahallada kelib ketib ishlab yurgan odamlar bu haqda bilmaydi. Sizlarga ular aytmaydi dardini. Sizlarga aytishdan foyda yo'q. Ba'zan qo'ni-qo'shnilar bir-birlariga farzandlar haqida yorilib qolsa, dardlashib qolsa, haligi eshitgan odam shunaqami? Deydi-da, nariyoqqa borib aytib beradi. Falonchining uyida manaqa kasha bo'lyapti ekan. Shuning uchun qo'ni-qo'shniga aytishdan foyda yo'q. Eng avvalo Allohga aytamiz. Dodimizni, shikoyatimizni Allohga aytamiz. Jaynamozning ustida. Birinchi navbatda. Keyin ahli ilmlarga aytamiz. Nima uchun aytamiz? Maslahat so'rab aytamiz. Maslahat bering. Bu dinimizda bu farzand tarbiyasi haqida nima degan deb ahli ilmga aytasiz. Ahli ilm buni eshitgandan keyin, "Yo, eshitdinglarmi? O falonchining o'g'li unaqa ekan, manavining o'g'li mana bunaqa ekan, manavining kelini mana bunaqa ekan" desa, eng katta xoin shu bo'ladi o'zi aslida. Ahli ilmlar buni aytmaydi. Bunga o'xshagan minglab sirlarni ahli ilmlar qalbiga bekitadi. O'sha dardlar bilan yashaydi. Bu imomatda dahasidagi bu xalqni, bu aholini imom sifatida 100% bo'lmasa ham ozgina bilaman. Ba'zilari aytgan, ba'zilarini o'tib ketyapti, quloqimiz tushib, keyin kirib nasihat qilgan holatlarimiz bo'lgan, shu ma'noda bilamiz. Farzandlarimizni 18 ga kirgandan keyin, 20 ga kirgandan keyin domlalarga kelib shikoyat qilamiz. Biz juda ham kech qolgan bo'lamiz. Juda ham kech qolgan bo'lamiz. U farzandni tarbiya qilish qachondan boshlanar ekan? Shunga quloq tutib turasizlar. Yuzkar anna al-imam al-abid Sahl at-Tustari kana yata'ahadu waladahu wa huwa fi sulbih. O'z davrida juda ham taqvoli bo'lgan, juda ham pokiza, toza, ibodatgo'y bo'lgan Sahl Tustari degan bir zot o'tgan. Kim degan kishi ekan? Kim ekan? Sahl Tustari. Eslab qolinglar. Bularni aytib beringlar bola chaqaga. Sahl Tustari bu kishi uylanmasdan avval farzand tarbiyasi bobiga qattiq kirishgan odam bo'lgan. Fayubashiru ila al-amal as-solih. Bu Sahl Tustari hayotida faqat yaxshi ishlarni qilib o'tgan yigit bo'lgan. Maqsadi soliha bir xotinga uylanay deb qilardi shu ishni. Sahl Tustari qanaqa zot? Sahl Tustari hali uylanmagan, lekin bu farzand tarbiyasi qilishga, farzandni tarbiya qilishga kirishib oldi. Bir kun Sahl Tustari do'stlari bilan dasturxon atrofida o'tirishadi. Hammasi ovqat yeydi, taom yeydi. Ammo Sahl Tustari yemas edi. Keyin keyin do'stlari aytdi, "Ol ovqatdan" dedi. Roza tutib olgan deylik desak, Ramazon oyi emas. Nafr roza tutib shekilli deymiz desak, dushanba, payshanba emas. Olsangchi dedi. Sahl Tustari shunday qilib qo'lini baylab o'tirib olgan. Aytdiki, "Inni la ar'a awlada qabla an yukhrijahumullohu ila ad-dunya." Ey do'stlarim, to'g'ri men rozador emasman. Roza tutganim yo'q. Bor yo'g'i men farzand tarbiya qilyapman dedi. Keyin do'stlar aytdi, "Ey, sen bizni ahmoq qilyapsanmi? Yo sen ahmoqmisan? Sen aqldan ozganmisan? Ha, seni xotining yo'q-ku. Sen qaysi farzandni tarbiya qilyapsan?" Tustari aytadi, "Men
shubhali narsalardan o'zimni tiyib, Allohdan umid qilib, an yukhrijahumullohu ila dunya, shu shubhali narsalarni yemayapman, Allohdan solih bir farzandni dunyoga kelishligidan umid qilib deyapti. Hali uylanmagan. Shubhali narsani yemayapti, o'tirib olib. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytiladi: "Al-halal bayin val harom bayin." Halol ochiq, harom ham ochiq. Nimani halol ekanligini hamma yaxshi biladi. Tandirdagi nonni halolligini, bu oqayotgan suvlarni halolligini hamma biladi. Haromni ham biladi. Cho'chqani go'shtini va aroqni, bu qimorni, odam o'ldirishni haromligini. Halol bilan harom ochiq deyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Va baynahuma mujtabihatu kathirun minan nas la ya'lamuhunna. Endi mana shu ikki narsani, halol bilan haromning o'rtasida shubhali narsalar bor. Buni odamlarning ko'plari bilmaydi, bularni yeyveradi, ichaveradi. Buni qurboni farzandlar bo'ladi. Ikki do'st 10 yil bir joyda ta'lim olib, 10 yil diplomni olib kelyapti ekan. Azharda ham 7 yil o'qiladi. Azharda o'qigan odam doktor bo'ladi. Yana qo'shimcha 3 yil qo'shib o'qiydigan bo'lsa, bu odam qanaqa ilm egasi bo'ladi? Ikki yigit 10 yil o'qib diplomni olib kelyapti, bir qishloqda bir non yopayotgan kampirni haligi issiq tandirdan uzilgan nonini ko'rib ishtahalari ochilib ketdi. Keyin haligi kampirdan non so'rashdi. Qorni ochgan talabalar. Talaba hech qachon to'ymaydi. Agar u to'ysa, u talaba bo'lmaydi. Keyin bu ikkala talaba haligi ayoldan non so'radi. Ayol tandirdan issiq nonni uzib berib turib, haligi ikkala olim yigitni qo'liga berib turib, makruhlarni ajratib yenglar dedi. Keyin haligi ikkala 10 yil o'qigan olimlarda aqli ishlamay qoldi. Bu non makruhi qayerda? Nonni makruhi qayerda deydi, bilmaysizlarmi dedi. Yo'q deydi, boringlar yana o'qinglar unda. Unday qilmagan, endi biz shuncha o'qib kelyapmiz, uylanishimiz kerak biz ham. Bu ayting, nonni makruhi qayerda? Deydi, o'sha tandirga yopishib qo'ygan hali kesak bor-ku, turpoqlar. Shularni tushirib yeyinglar dedi. O'sha makruhda, o'shani yeb bo'lmaydi. Mana shunday oshxonani ichidagi halol harom makruhni farqiga borgan ayollar, ovqat qilishda halol harom makruhni farqiga borgan ayollardan keyin olimlar tug'iladi-da. Keyin xalqqa xizmat qiladiganlar tug'iladi. Keyin buyuk zotlar tug'iladi. Halol haromni ajratib farqiga bormasdan eriga taomni tayyorlab beraversa, u kimni tug'diramiz? Kimni tug'diramiz? Shuning uchun oshxonadagi ayollarimiz bu taom masalasiga juda ham qattiq e'tibor berishi kerak. Har bir taomida bismillah, har bir kapkirini kavlaganda bismillah, har bir eriga choy quyib berganda bismillah, o'g'liga har bir taomni berayotganda bismillah, har bir ishida bismillah degan taqvodor ayol Xudo xohlasa dunyo oxiratda boshiga toj kiyadi. Yaxshi bolani shu xotin tug'a oladi. Haris bin Asad Muhasib degan. Bu yigit necha yoshda? Bu yigit 16 yosh emas. Bu yigit 20 yosh emas. 6 yosh. Haris bin Asad Muhasib necha yosh ekan? 6 yoshlik bolani qarab turing. Marra wa huwa sabiyyu bisibyani liya'buna ala bab rajul tammar musir. Bu 6 yosh yigit bir boyni eshigini tagida, xurmo sotadigan bir boyni eshigini tagida 7, 8, 10 yosh bolalarda o'ynab turganini ko'rib, ularga yaqin keldini, men ham shular bilan qo'shilib o'ynasammikin deb qarab turuvdi. Bu eshikdan bir oqsoqol chiqdi. Qo'lida bir hovuch xurmo bilan. Keyin bu 6 yoshar yigitga qarab turib, "Ma" deb xurmoni berdi. "Ol balam, ol, ye" dedi. "Sen bu qishloqlik bolaga o'xshamayapsan, seni avval ko'rmagan edim bularning ichida. Mehmon bo'lsan kerak-a? Ol mana xurmodan" dedi. Deydi. Faqala al-Harith. Keyin bu 6 yoshli Haris haligi boyga qarab turib,
Ma akhuruk fihinna. Bu hurmoni qayerdan oldingiz dedi. Deydi. Ha bunga o'xshagan xurmo menda ko'p bolam dedi. Gap topolmay qoldi. Ha uyimda to'lib yotibdi bunaqa xurmolar dedi. Bir savdogar keluvdi dedi. Men o'shanga xurmo sotuvdim. Qopini bir chekasi yirtilib qolib bir hovuch xurmo tushib qopti. Shuni olib chiqib beryapman, yevor endi nima dedi. Deydi-ki, bu yigit 6 yoshli Haris, siz u savdogarni taniysizmi dedi. Ha, taniyman dedi. Keyin bu 6 yoshli Haris hali o'ynab turgan bolalarga keldida, haligi bolalarga qarab, "Ey yigitlar, menga qaranglar" dedi. "Mana bu odam musulmonmi?" deyapti. Savdogarda aytayapti, "Mana odam musulmonmi?" deydi. O'ynab turgan bolalar qarab, "Ha, musulmon." Musulmon deydi. Haris shunday burilib turib ketib bordi. Bu savdogar orqasidan borib hali 6 yoshar Harisni bo'ynidan ushladi. "Vallohi la tanfalid min yadiha taqulu li ma fi nafsika min." Ey yigitcha dedi. "Sen nima deyapsan?" dedi. Bo'ynidan mahkam ushlab olgan 6 yosh bola. "Sen dedi, meni musulmonligimga shubha qilyapsanmi?" dedi. "Men musulmon qilmagan nima ishini qildim, sen nimani ko'rding? Sen shu yosh bolalardan so'raysanmi meni musulmonligimni? Ha, so'rasang kattaroq odamlardan so'ramaysan. Allohga qasam, meni musulmon qilmaydigan ishni qilganligimni aytmaguningcha men seni bo'yningni qo'yib yubormayman" dedi. Deydi Haris bin Asad Muhasib 6 yosh bola. Bo'ynidan ushlab olgan. Hali savdogarga qarab, boyga qarab turib, "Agar musulmon bo'lsang, meni bo'ynimni qo'yib yubor" dedi. Qo'yib yubordi. Keyin aytdi, "Sen meni orqamdan kelib meni tutma" dedi. "Sen" dedi, "o'sha qopidagi xurmosi to'kilib qolgan odamni borib tezda top" dedi. "Bu xurmo uning haqqi" dedi. "Sen mana shu xurmoni menga va menga o'xshaganlarni berib, kelajak qavm uchun, kelajak jamiyat uchun o'g'rilarni tarbiyalayapsan. Bu birovning haqqi bo'lgan xurmoni biz bugun yesak, ertaga birovni qo'rosidan, birovni agarotidan, birovning uyidan, birovning do'konidan bir narsani o'g'irlab yeydigan bo'lib katta bo'lamiz." Egasiga olib borib berdi. Necha yosh bola? Ya shayx deb turib, shayxga فقال الحارث إن كنت مسلما فاطلب صاحب الثمرات كما تطلب الماء إذا عطشت. Nasihat qilib qo'ydi haligi shayxga. Keyin bu oqsoqol aytdi, Allohga qasam dedi. Bundan keyin seni maslahatingsiz senga aytmasdan turib 1 kilo ham xurmo sotmayman dedi. 6 yoshlik Harisni bu savdogar boy o'ziga din peshvosi, maslahatchisi, savdodagi partnyori qilib oldi. 6 yosh bolalari borlar bora. Ha, endi ular shunaqa bo'lganda, endi ular shunaqa bo'lganda deysiz. Ular farishta bo'lmagan. Ular toza emizgan. Ular halol yedirgan. Ular to'g'ri tarbiya qilgan. Ular o'zlari uyda o'tirib bolam meni yo'q deb qo'y deb yolg'on gapirmagan. Ular sigaret chekib o'tirib bolam sigaret chekmagin degan emas. Ular o'zlari aytgan, o'zlari unga rioya qilgan. Sa'd ibn Musayyib degan bir tobiin bu kishi aytadi: "Inni la usalli fa azkur waladi fa azidu fi salati." Bu bir ajoyib narsa ekan, qarang. Namoz o'qiyotganda qanaqa o'qiymiz bugun namozni? Namoz o'qiyotgan paytlarimizda shoshib o'qiymiz-da. Tez-tezda shu namozni o'qib olaydi, tezda savdoga qaray, tezda namozni o'qib olib, telefonga qaray, tezda namozni o'qib olib, bu degan shoshilish namoz o'qiymiz. Aytayapti, qachonki men namoz o'qiyotib agar shoshadigan bo'lsam, namozda shu suralarni qisqa qilib tezlatib o'qiyotgan bo'lsam, hayolimga farzandimni keltiraman. Farzandimning iqbolini, uni saodatini, uni kelajagini o'ylab turib namozimni shoshmasdan o'qiyman. Agar shoshib namoz o'qib qo'ysam, meni bolam benamoz bo'lib qolishligidan qo'rqib,
namozlarimni sokin, berilib, mazza qilib o'qiyman deyapti. 3 toifa odamning duosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shak shubhasiz qabul bo'ladi. 3 turli odamning duosi tuzdan tuz qabul bo'ladi. Birinchisi da'vatul validu ala waladihi. Birinchisi ota-enani balasi uchun qo'lini ochib qilgan duosi deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tuzdan tuz qabul bo'ladi. Birinchisi kim ekan? Ota-onani farzandi uchun qo'lini ochib qilgan duosi shak shubhasiz to'g'ridan to'g'ri qabul bo'ladi dedilar. Ikkinchisi da'vatul musafir. Musofirning duosi, yo'lovchining duosi. 120 kilometr, 120 chaqirim bosib kelgan odam musofir bo'ladi. O Jallovatdan kelgan odamning da duosini olib qo'yirish kerak. Al musafir, onun duosi qabul. Siz musofirsiz, menga bir duo beringiz. Uchinchisi da'vatul mazlum. Jabr ko'rgan, xorlangan odam. Zulm chekkan odamning ham duosi qabul. Endi bu ota-onalar duo qilmayaptimi bolalariga? Qilyapti. Ey Allohim bolamga mashina ber, bolam umralarga borsin. Ey Allohim bolam baxtli bo'lsin, bolam uyi tinchib kelsin. Hokazo duolar qilmayaptimi? Qilyapti. Nega bo'lmayapti? Allah Taala oyat karimada aytadi. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Allah Taala faqat toza odamlarni duosini qabul qiladi. Idish tavog'ingiz toza tursin, xotinga ayting, "Ey jon xotin, seni va meni duoyim mana bu kuhniyani ushashligingda, bizga tayyorlayotgan taomlaringda, bizni yuyatgan kiyimlaringga bog'liq. Ey jon xotin, ko'cha ishi meni bo'ynimda. Men sizlarga harom yedirmayman, halol olib kelib yediraman, ammo sen ham uy ichida toza bo'l. Kechki ovqatda yegan kosalarni yuvmasdan ustini yopib qo'yib uxlamagin, yuvgin jon xotin, duolarimiz qabul bo'lsin uchun. Alloh taolo faqat tozalarning duosini qabul qiladi. Sa'd ibn Abu Waqqas payg'ambarimizga aytayapti, "Ya Rasululloh, menga duo qiling. Alloh taolo meni barcha duolarimni qabul qiladigan bo'lsin. Menga duo qiling, meni hamma duoim qabul bo'lsin" deyapti. Ya Sa'd, ya Sa'd. Ey Sa'd, atib mat'amak takun mustajabad da'wa. Men senga duo qilishimning hojati yo'q. Senga duo qilishligimning sharti ham yo'q. Sen tishlamingni tozala, luqmangni tozala, yeyotganingni tozala. Barcha duoingni Alloh qabul qiladi. İbrahim alayhissalom o'g'li Ismoilni ziyorat qilib kelganda, eshikni taqillatganda o'g'illari Ismoilning xotini eshikni ochadi. Ochib, "Ha, kim kerak?" deydi. İbrahim alayhissalom, "Qizim, yo'lovchiman, musofirman, ozgina suv bersang" deydi. Desa, bu cho'li biyobonda sizga o'xshagan yo'lovchilarning dastidan uyda suv turmaydigan bo'lib qoldi. Deb suvni olib chiqib, "Meng" deb beradi. İbrahim alayhissalom bir ho'plagandan keyin "Bo'ldi, yetar" deb tortib oladi. Bu yo'lovchilar bizni eshigimizni taqillatib suv so'rab bezor qildinglar deb eshikni yopib qo'yadi. Keyin İbrahim alayhissalom yopilgan eshikni tashidan turib, "Qizim, ering Ismoil kelsa aytib qo'ygan, bir qariya keldida sizga salom aytdi va ostonangizni almashtirishligingizni aytdi deb qo'ygin" dedi. İsmoil alayhissalom kech keldida xotinining kayfiyati buzilib turgan, nastreniyasi buzilib turgan sterva xotinni ko'rdi. "Nima bo'ldi xotin?" deydi. Bitta chol kelib to'yg'azdi dedi, suv so'raydi, u bu qiladi, eshikni yopib qo'ysam, eshikni tashqarisidan turib, "Aytib qo'ygin eringga, ostonasini yangilab qo'ysin" dedi. Tushunmadi, bir aljirab ketdi deganda, xotinini yelkasidan silab, "Aynan xotin" dedi. Qo'lidan ushlab turib, eshikni ochib, "Bo'shsan" deb chiqarib yubordi. Keyin uylandi. Oradan yillar o'tib İbrahim alayhissalom yana keldida qishloqqa kelib, hali eshigini taqilladi. O'g'li uchun jon kuydiryapti-da. Har bir ota farzandini
hayoti haqida g'am qiladi. O'g'lim xotini bilan tinch yashayaptimikin, ha? O'g'lim yotoqqa kirib ketib, tonggacha qovurilmayaptimikin bu xotinni dastidan. Iloyat tinch yashasin-da deydi-da. Kelib eshigini taqillatib, darhol eshigini bir hayoli ayol ochdi. Keling otaxon, ichkariga keling dedi, darhol o'tqizdi. Qarasa boshqa bir kelin, avvalgi ayol emas. To'xtang dedi, gap boshlashdan avval men sizga suv beray dedi. Chanqagan ko'rinasiz, toliqqan ko'rinasiz deb suvni berdi. Suvni ho'pladi Ibrohim alayhisalom. Va aytdiki, uylarda sharoit qanaqa dedi. Deydi, hamma yo'g'imiz yetarli dedi. Vaholanki hech narsa yo'q edi. Juda chiroyli yashaymiz dedi. Ismoil kelsa aytgan ostonini mahkam tutsin dedi. Ketdi. Ana shu Ismoildan qanday zotlar tug'ildi keyin. Ayoliga aytgan, ya'ni keliniga aytgan nasihatdan Ismoil alayhisalom kelsa, bir odam keldi, shunaqa dedi, deganda otam senga rozi bo'pti, dedi, shuni xotin qilib tutdi. Xotin tanlashda, uy olishda, mashina olishda otadan maslahat so'raylar. Otangiz mashinani M-sini bilmasa ham, mashinani M-sini bilmasa ham, mashina minmagan bo'lsa ham umrida oladigan mashinani minib kelib, darvozani oldiga qo'yib, "Dada, keling chiqing, bir ko'ring mana mashinani" deb mashinani bir ko'rsating. Otangiz shunday qaraydi, u hech narsani tushunmaydi, ammo Alloh uni qalbiga ilhom beradi. Nega ilhom beradi? Siz otangizdan maslahat so'raganingiz uchun, bir sunnatga rioya qilib turganingiz uchun Alloh ilhom beradi. Ota shunday qarab turib, "Bolam shu mashinani olma" deydi. Uy olmoqchi bo'lgan mahmadonalar ham bor. Otasidan maslahat so'rab, "Ya, otam nimani biladi" deydi. Biz eshitganmiz shunday yigitlar. "Ha, otamdan so'rab o'tirmayman" deydi. "Otamni davri o'tib ketdi" deydi. Otadan bemaslahat uy olgan odamlarni ko'p qurbon bo'lganini ko'rganmiz hayotda. Otadan bemaslahat mashina olganlarni ham ahvolini ko'rganmiz. Shuning uchun xotin olasinmi, ot olasinmi, uy olasinmi, nima ish bo'lsa ham otadan maslahat so'rang. Tarbiya berib, katta qilsangiz bu bola nima deb duo qiladi? Qo'lini ochadi-da, "Robbighfirli va li validayya" deydi bu bola. Ey Allohim, ota-onamning gunohlarini kechirgin deydi. "Robbirhamhuma kama robbayani saghira" deydi. Ya Robbim, ota-onam meni bolaligimda, meni jijiligimda menga qanday mehribon bo'lsa, ota-onamiz qanaqa mehribon bo'lgan bizga. Uxlab yotsak oyoqni uchida yurgan, uxlab yotsak chiroqni yoqmagan, uxlab yotsak oynani ochmagan, uxlab yotsak biz orom olishligimiz uchun bizga qanday ohista muomala qilgan. Shuni o'rtaga qo'yib so'ratganmiz. Ey Allohim, ota-onam meni jijiligimda, meni bolaligimda menga qanaqa mehribon bo'lgan bo'lsa, qanday avoylagan bo'lsa, sen ham bularga shunday mehribon bo'lgin deb duoni qiladi-da. Hazrat Umar bir tunda Madina ko'chalarini aylandi. Aslam degan xizmatchisi bilan. Va huwa ya'su bil Madina. Madinaning ko'chalarini aylanib tursa, bir uyning ichida bir sham yonib turganini ko'rdi. Keyin Hazrat Umar bu hamma uxlayapti bu kechada. Xizmatchi Aslamga aytdi, "Otni burgin, bu tomonga yaqinroq kelaylik. Bu kim uxlamayotgan, nima ish qilyapti?" deb keldi. Kelsa, bu sham yonib turgan uyni, bu qo'rg'onning ichida ikkita ayolning gaplashayotganini eshitdi Hazrat Umar. Bu ayolning bittasi aytar edi: "Qo'sh. Bu ro'zg'orni bu toza sut bilan eplab bo'lmaydi qizim. Qo'sh, suvdan qo'sh. Bo'lmasam eplan olmaymiz" deyapti. Qizi aytyapti: "Ey onajon, Hazrati Umarning xitobini eshitmadingizmi? Ey musulmonlar, sutga suv qo'shmanglar. Xalqni luqmasini bulg'amanglar. Xalqqa toza taom yetkazinglar. Allohdan qo'rqinglar deb xitob qildi-ku. Ey onajon, eshitmadingizmi buni?" Hazrati Umar qaydan ko'rib o'tiribdi buni? Suv qo'sh dedi onasi. Qiz aytyapti: "Ey onajon, Umar ko'rmasa ham, Umarning xudosi ko'rib turibdi. Men suv qo'shmayman" dedi. Hazrat Umar bu xizmatchisi Aslamga bir belgi qilib qo'ydi.
ertasi kuni borib o'sha uyni ma'lumotini kim yashaydi, qanaqa odam, nima borib bilib keldiki, bu ko'chaga chiqmagan, o'sha onasida yordam bergan sog'ib shuni tinchlik qiladigan ekanligini aytganda Hazrati Umar o'g'illarini to'pladi. Ey farzandlarim, sizlarga men bir masala bo'yicha maslahat jamladim. Men sizlarga bir Allohdan qo'rqqan bir kelin topdim. Uylanmoqchi bo'lganlaringiz bir qadam oldiga chiqing. Vallohi agar sizlar hammalaringiz bo'lganingiz edi, u qizga men uylanardim. Shunda Hazrati Umar o'g'illari men uylanaman qizga otajon dedi. Hazrati Umar ana shu kelinni, ya'ni o'sha qizni kelin qilib oldi. O'sha sut sotgan taqvodor qizini oldi. Bu qizdan tobiinlar davrida 5-xalifa bo'lgan Umar bin Abdul Aziz dunyoga 5-xalifa. Xudodan qo'rqqan Umar ko'rmasa ham Alloh ko'rdi onajon degan qizdan mana shunaqa taqvodor zot dunyoga keldi.